Inson miyasi umri davomida nechta tilni o'rganishi mumkin? Siz 3 ta yoki 4 ta deyishingiz mumkin. Lekin Abu Nasr Farobiy umri davomida 70 dan ortiq tilni bilgan desam ishonasizmi? U nafaqat dunyo tillarini mukammal bilgan. U Aristotel yoki Platondan keyin ilk bor jamiyatni mukammal tarzda ratsional tahlil qilgan. O'zining Fozil odamlar shahri asarida keltirilishicha, agar rahbarlar qonunga bo'ysunmasa, jamiyatda zulmat kuchayishini Thomas Hobbes va Nikolay Makiyevlidan 500 yil oldin isbotlab bo'lgan. Hattoki o'z davrining mashhur tabiblaridan biri hisoblangan Ibn Sino o'zining esdaliklarida qayd etib o'tishicha, men Aristotelning metafizika asarini 40 bor o'qiganimda ham tushunmagan edim. Lekin Abu Nasr Farobiyning bir sharhini o'qib turib, mukammal tarzda o'rgandim deb qayd etib o'tgan. Xulosa o'rinda Farobiy yetakchilik va ta'lim-tarbiya bir-birisiz mavjud bo'la olmasligini 1000 yil oldin isbotlab bo'lgan. Xo'sh, Farobiy kabi ko'p tillarni biladigan va mantiqiy fikrlaydigan avlodni qayerda yetishtirishini bilasizmi? Yaqin do'stimiz Hojiakbar Ibrohim Chilonzordagi Do'mbirobod mahallasida Farobiy maktabining 3-filialini ochibdi. Bu yerda bolalarga aynan Farobiy kabi xorijiy tillar, mantiq va IQni chuqur o'rgatish tizimi yo'lga qo'yilgan. Eng asosiysi, hozir 1-sinfdan 8-sinfgacha bo'lgan bolalar uchun 50% grant e'lon qilindi. Matematika, ingliz tili va IQ testidan yuqori ballni to'plagan 16 nafar iqtidorli o'quvchining yillik 50% to'lovlari maktab tomonidan qoplab beriladi. Farzandingiz uchun bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Izohlarda plus belgisini qoldiring yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.